Buni hozir biz kichkina razmerda kesib oldik. Qaranglar. Bir-biriga kile orqali yopishtirilgan. Kileni sifatini shu yerdan ham bilsanglar bo'ladi. Buni sizlarga Yasar brendini qayerda ko'rgan bo'lsanglar, demak, uni mikroni 21 mikron bo'lar ekan. Endi trade bo'ladigan bo'lsa, shuning uchun sifatli mahsulot arzon narxda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilishlar mumkin. Razmeri qaranglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Toshkent shahriga yetib kelganmiz. Alkafon ishlab chiqarish zavodidamiz. Azizlar, Alkafon ishlab chiqarish jarayonini ko'rganmidinglar? Marhamat. Qaranglar, bu yer issiq maydon. Bu yerda polietilen ustidan alyumin qoplar chiqiladi. Har xil mikronda. Bu yer atrof o'rab qo'yilgan, sababi issiq bo'lishi kerak. Bu vallar orqali yopishtirib bo'lingandan keyin ushbu liniyamizdan o'tib ketib, mana bu yerda mana ko'ringlar, bu qora alyumin ustidan qoplab qo'yilgan, ya'ni 18 mikronligi. Endi buni ustidan bu yerda защитный plyonka, ya'ni brend hamda защитный plyonkasini yopishtirish ishlari olib borilyapti. Endi bu yerga o'tganimizdan keyin chetidagi keraksiz joylarini kesib olib tashladi. Bu yerda razmerlarga bo'lib olinadi. E'tibor beringlar, 2015-yildan beri ushbu zavod faoliyat yuritadi, ya'ni 10 yildan ortiq tajribasi bor va bozorda bu mahsulotda har xil falshiviy narsalar ketmasligi uchun 3 xil brend qilishgan. Bu ko'rib turganinglar trade, ya'ni trade faqatgina 18 mikronli alkafon ishlab chiqaradi. Buni Yasar degani bor, u faqat 21 mikronli alkafon ishlab chiqarib bera oladi. Ali Magni degan brendi bor, ya'ni 3 ta brend deb aytib o'tdik. Ali Magni siz xohlagan mikronda ishlab chiqarib bera oladi va siz xohlagan razmerda ham ishlab chiqarib bera oladi. Qadrdonlar, endi biz sklad bo'limiga o'tdik. Sizlarga biroz oldin ko'rsatib o'tganmiz, 3 ta brend ostida ishlab chiqariladi deb. Bu yerda Ali Magni, Trade va Yasar. Sizlarga Yasar brendini qayerda ko'rgan bo'lsanglar, demak, uni mikroni 21 mikron bo'lar ekan. Endi trade bo'ladigan bo'lsa, 18 mikron bo'lar ekan. Qayerda shu trade alkafonni ko'rgan bo'lsangiz, demak, u 18 mikron. Endi Ali Magni buni zakaz asosida har xil mikronlarda ishlab chiqarib berishligi mumkin. Misol uchun 16, 17, 21 va buni xohlagan razmerda. Misol bular asosan standart razmerda bo'ladi. Endi sizga nostandart razmer kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol Ali Magnitdan sizlarga chiqarib berishadi. Bu Ali Magnit degani, sifatsiz deganimiz faqatgina bu har xil xohlovchilar uchun har xil nostandartda ham ishlab chiqarib bera oladi degan maqsadda shu brendni ham qo'shgan. Akalarimiz biroz oldin aytib o'tganimdek, 2015-yildan beri, ya'ni 10 yillik tajribaga ega. Bu 10 yil davomida nimani qanaqa sifatda ishlab chiqarish kerakligini hammasini bilishadi va ko'plab bunga ketadigan seriyalarda ham o'zlari ishlab chiqarishadi. 100% emas, lekin ko'plab foizini o'zlari ishlab chiqarishadi. Qaranglar, bu yerda granullarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 3 xil granular bor. Buni qanaqa qilib farqlash kerakligini video davomida ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni buni hozir biz kichkina razmerda kesib oldik. Qaranglar. Bir-biriga kile orqali yopishtirilgan. Kileni sifatini shu yerdan ham bilsanglar bo'ladi. Buni qiyin, buni hozir qo'l bilan qaranglar. Kilesi qanchalik yaxshi yopishgan. Bu nimani anglatadi? Misol uchun bu mahsulotdan foydalanadigan bo'lsanglar, yillar o'tganda issiq yoki sovuqni ko'rgan vaqtda bu narsa orasidan ajralib ketmasligi va buni orasidagi o'sha polietilen ishlatiladi. Bu ko'rib turgan seriyalarning granula holati mana shu. Bu birinchidagi mana shu ko'rib turganinglar elastik qobiliyati bor. Ya'ni bu hech qanaqasiga mana sinib ketmaydi. Shuni hisobga olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi narxlarga to'xtalamiz. Azizlar, biz doim videolarimizda narx aytib o'tamiz. Ko'pchilik shu tomonlama ham juda yaxshi tomosha qilishadi. Qaranglar. Bu yerda endi aytib o'tilganidek har xil brend ostida chiqarishadi. Bularda brenddan ajratishdan maqsad mikronlarni farqlash, ya'ni bozorda har xil mikronlar aralashib ketib qolmasligi uchun o'zlari alohida mikron bo'yicha chiqarishgan. Bir dona list почти 3 kvadrat bo'ladi, 297. Deyli 3 kvadrat hisoblaydigan bo'lsak, bir dona listini $24,5 boshlab qilib berishadi. Mikroniga qarab yog'i o'zgarib ketaveradi. Endi sizlarga asosiy bu yerda ko'rsatib o'tadigan narsamiz nima? Bizning qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston
va boshqa davlatlarda o'zi eksportlari bor. Shu paytgacha eksport qilib kelishgan va shu davlatlardan bizni ko'rib turgan obunachilarimiz o'ylaydigan bo'lsa, sizlar bemalol hamkorlikda ishlashingiz mumkin. Ya'ni sizlar ham dilerligini olib tarqatishingiz mumkin. O'zbekistonda ham bemalol. Asosiy maqsad Optim zavodi. Biz obunachilarimiz ko'proq Muhammad Sodiq zavodlardan ko'rsatadi deb hurmat qilishadi. Shuning uchun sizlarga zavodini ko'rsatib o'tyapmiz. O'zlari ishlab chiqarishadi va O'zbekistonda har xil brendlar ham ko'p. Sifatlisi ham bor, sifatsizi ham bor. Shuni hisobga olib qo'yili. Bu yerda ya'ni o'rnatilgan uskunalar sifatsiz mahsulot ishlab chiqara olmas ekan. Ya'ni akalarimiz o'zlari xohlasa ham sifatsiz seryoz bo'lsa sanok buziladi. Ya'ni sifatsiz seriyo bo'yicha emas, sifatsiz mahsulot ishlab chiqara olmas ekan o'zlari xohlasa ham. Shuning uchun sifatli mahsulot arzon narxda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Razmeri qaranglar. 1.22 buni razmeri. Buni 1.5 metr ham qilib berisha oladi va uzunligini 1 metrdan boshlab bu yog'i siz xohlagan metrda, ya'ni nostandart razmerlarda xohlaganlar katta-katta binolarda archivka qismiga aloqa chiqsanglar hamkorlikda ishlashingiz mumkin. Va bizni ko'plab ustakalarimiz ham tomosha qilishadi. Olib sizlar ham bemalol foydalanishingiz ham mumkin. Telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz azizlar. Bog'laninglar, manzil Toshkent shahrida.